Assalomu alaykum va rahmatulloh, hurmatli hamyurtlar tomoshabinlari. Bugun ertalabda sizlar uchun telefonning zo'rlarini, hammasini korobkadagi modellarini garantiyalari bilan qilib beramiz. Arzon narxlarda videoni oxirigacha ko'ramiz. Bo'lmasa biz boshladik. Birinchi telefonimiz Samsung Galaxy A05s telefonimiz. Hamma yo'q joyida, radno hech qayerga alishmagan, usta ko'rmagan, bir qo'l ishlangan. Maza qilib ishlatadigan telefon, korobka hujjatlari bor. 4 operativga 128 GB xotira. Chiroyli svetda narxiga keladigan bo'lsa, narx bilan 1.150 ming so'm xarid qilsalar bo'ladi. Ko'pchilikga ma'qul kelgan Samsung Galaxy A17 telefonimiz qanaqa beramiz. Yangi desak ham bo'ladi. Korobka hujjatlari hamma yo'q joyida. 6 operativga 128 talik 1.800 ming so'mga bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Yana bir zo'r telefonlarimizda Redmi Note 11s telefonimiz sotiladi. 1.150 ming so'm, holati tiniq. Aybi nuqsoni yo'q, imekalari o'tkazilgan, ikki tomonlama kolonkalar, 5000 ampere batareya, telefonning holati zo'r, 1.150 ming so'm narxi. Keyingi telefonimiz Redmi Note 11 Pro telefonimiz. Tiniq holatda, korobka hujjatlari bilan hamma yo'q o'ratma, chaqa chuqalari yo'q, ikki tomonda kolonkalari bor, imekalari o'tkazilgan, narxi 1.350 ming so'm. Bez imega telefon so'raganlarga atigi 900 ming so'mga A52 telefonimizni tanag'ana korobka hujjatli esa bez imega holatda qilib beramiz, atigi 900 ming so'mga. Keyingi telefonimiz A54 bej korobka hujjatli holati tanag'ana qilib beramiz, 2 million so'mga 628 talik ideal holatda. Yana bir telefonning mo'shlisi sotiladi. Infinix GT30 Pro ni korobkadagi zaryadchi naushinalari bilan full komplet holatda 12 ga 12 plus 12 256 GB xotira korobkasida full komplet hamma yo'g'i bor. Narxi 3.300 ming so'm. Honor X9D bor. Chiroyli svetda ko'rishlaringiz mumkin. Yevropada ishlangan, O'zbekistonda ishlanmagan, imekalari ikkalasi ham o'tkazilgan, korobka hujjatlari hamma yo'g'i komplet bor. 8256 talik tana holatda narxini 3.200 ming so'm qilib beramiz oxirgi bo'ladigan narxda. Telefonlarni ko'ringlar, qaysi biri ma'qul kelsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor.